9. bab. Hazreti İsa 12 şagirdini çaqırıb, ulağa her qandaq cinni haydash, kesellani saqaytish qudreti və huquqini bədi. Ondan ularni Xudoning podshohligi haqidagi xush xabarni taqtish və kesellani saqaytishga avatdi. U shogirdlarga: "Sizlar safarda hech narsa olmanglar. Ne hasa, ne hocun, ne non, ne pul ilvamanglar. Hatta birer ortiq ko'nglakmu ilvamanglar. Bir yurtqa bağınыңlar da, qaysi oilada qarshi ilinsanglar, u yerdan ketguncha shu oilada turinglar. Agar birer yerdagi kishilar seni qarshi olmasa, u yerdan ayrılğınlar da, ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardagi to'pini qeqivetinglar", dedi. Shogirdlar yo'lga chiqib, hamma yezi qishloqlarni oralab, xush xabarni taqitib, kasallarni saqaytdi. Galiliyadagi Herodxon Hazreti İsa'nın ishlaridan xabar tepib, gangrab qoldi. Chunki ba'zilar bu ishlarni qilayotgan kishi Yahyo payg'ambar ekan. U tirilibdi desa, yana ba'zilar burun ajoyib mo'jizani yaratgan İlyas payg'ambar yoki boshqa qadimki payg'ambarlarning biri qaytadan tirilibdi deydi. Men Yahyoning qalsini oldigan edim. Endi bu gaplarni anglayotiman. Bu ishlarni qilayotgan kishi zodi kimdi? Dedi Herodxon. Shuning uchun u Hazreti İsa bilan ko'rishishning yo'lini izladi. 12 shogird qaytib kelib, o'zlarining qilgan hamma ishlarini Hazreti İsa'ga ma'lum qildi. Hazreti İsa boshqalarga uqtirmay, ularni Beytsayti degan yezga elib mangdi. Biroq buningdan xabar topgan xaloyiqmi uningga ergishib keldi. Hazreti İsa ularni qarshi elib, ularga Xudoning podshohligiga doir ishlarni tushundirdi va kesli bolani saqaytdi. Kun o'ltirishga oz qolganda 12 shogirdi Hazreti İsa'ning oldiga kelib, "Xaloyiqni taqib etgan bo'lsangiz, bular atrofdagi yez qishloqlarga berib tomoq yesin va qo'ng'idak joy topsin, chunki bu xilvat joy ekan", dedi. Lekin Hazreti İsa "Ularga o'zinglar tomoq beringlar", dedi. "Bizda faqatla 5 non bilan 2 beliq bor. Tomoq setib elib, akilib beringlar demoqchimisiz?" deyishdi ular hayron bo'lib. Chunki shu yerda yig'ilgan erlarning soni taxminan 5000 bor edi. Hazreti İsa ularga "Xaloyiq 50 bo'linib o'ltirsin", dedi. Shogirdlar ko'pchilikni Hazreti İsa'ning degani bo'yicha o'tirg'izdi. Hazreti İsa 5 non bilan 2 beliqni qo'liga elib, osmonga qarab, Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shitib, ko'pchilikka taqib berish uchun shogirdlarga berdi. Hammaylar yeb to'ydi. Shogirdlar eshib qolgan non bilan beliqning parchalarini yig'ib edi. 12 sevat chiqdi. Bir kuni Hazreti İsa o'zi yolg'iz duo qilyotdi. Uning yanida shogirdlar bor edi. Hazreti İsa ulardan "Xaloyiq meni kim deb biladi ekan?" deb so'radi. Ba'zilar sizni ko'mildirguchi Yahyo deydi. Ba'zilar İlyas payg'ambar deydi. Va yana ba'zilar boshqa qadimki payg'ambarlarning biri tirilibdi deydi, deb javob berdi shogirdlar. Hazreti İsa ulardan "Sizlar-chu, sizlar meni kim deb bilasizlar?" deb so'radi. "Siz Xudo tayinlagan qutquzuvchi Masih ekansiz", deb javob berdi Petrus. "Hozir bu ishni hech kimga tinmanglar", deb buyurdi Hazreti İsa ularga. Chunki inson o'g'li nurg'un azob oqibat tortish kerak. Oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari uni rad qilib,
o'ltirgizdi. Lekin uni o'ltirsimu, u 3-chi kuni tirildi. Hazreti Ayso ko'pchilikka yana mundaq dedi. Kim manga egishishni xolisa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining kristini ko'tarib, har kuni manga egashsin. Chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi. Bir odam bütün dunyoga ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Agar kim mendan va mening so'zlarimdan nomus qilsa, inson o'g'li bo'lgan menmi, o'zimning, otamning va muqaddas farishtalarning shon sharifi ichida qaytib kelganimda, uningdan nomus qilaman. Bilib qo'yinglarki, bu yerda tug'anlarning ba'zilari Xudoning podsholigini ko'miguncha o'lmaydi. Taxminan 8 kundan keyin Hazreti Ayso Petrus, Yuhanna va Yaqubni ilib duo qilish uchun toqqa chiqdi. Hazreti Ayso duo qilayotganda uning yuzi o'zgardi. Kiyimlari oppoq bo'lib, chaqmoqdek chaqnadi. To'satdan Musa payg'ambar va İlyas payg'ambar paydo bo'lib, uning bilan so'zlashishga başladı. Ular Xudoning parlaq nuri ichida ayon bo'lib, Hazreti Ayso bilan uning Xudoning irodasini amalga oshirish yo'lida Yerusalimda qurbon bo'lganligi to'g'risida suhbatlashdi. Petrus va uning qarindoshlarini uyqu bosgan edi. Ular uxlab uyg'onganda Hazreti Aysoning parlaq nurini ve onun bilen birga tuğan Musa peygamber ve İlyas peygamberini kördü. Bu iki peygamber Hazreti Ayso'dan ayrılgan vakitte Petrus özümü tuymagan halda Hazreti Ayso'ga "Ustazım, bu yerde boğunumuz nemi degen yaxşı? Biri sizge, biri Musa peygamberge, yani biri İlyas peygamberge deb bu yerge 3 kep yasaylı" dedi. Petrus gap qilayotganda bir bulut paydo bo'lib, ularni qoplab oldi. Shogirdlar bulut ichida qolganida qo'rqishib ketdi. Tuyuqsiz bulutdan Xudoning ovozi anglanib, "Bu mening o'g'lim, mening tanlig'inim. Uning so'ziga quloq solinglar" dedi. Ovoz to'xtagandan keyin ular Hazreti Aysoning o'zi yolg'iz qolganligini ko'rdi. Shogirdlar bu ishni uzun vaqtgacha hech kimga tinmadi. Ertasi Hazreti Ayso 3 shogirdi bilan birga tog'dan tushgan vaqtida nurg'un kishilar uni qarshi olg'ili chiqdi. To'pning ichidan biraylan tuyuqsiz vaqirab, "Ustoz, o'g'limga ko'ngil bo'lgaysiz. U birli bola edi. Uningga doim bir jin chopishib elib, o'zicha vaqirab-jaqirab ketidi. Ba'zida butun badani tortishib kelib, og'zidan oq ko'pik keladi. Jin uni doim qiynab, orom bermaydi. Shogirdlaringizdan bu jinni haydab etishni o'tinib so'rgan edim, biroq ularning qo'lidan kelmadi" dedi. "Hey e'tiqodsiz va chirik avlod, men sizlar bilan birga bo'lib, sizlarning yanila bana ishonmaganliginglarga yana qachongacha bardoshlik beray" dedi Hazreti Ayso. Ondan heliqi kishiga "Balangni elib kel" dedi. Bola kelayotganda jin uni yerga yiqitib, butun badanini tatishtirib etdi. Biroq Hazreti Ayso jinni haydab etib, bolani saqaytdi ve uni otasiga topshirib berdi. Ko'pchilik Xudoning kuch qudratiga hayron bo'lishdi. Ko'pchilik Hazreti Aysoning qilgan bütün ishlarga hayron bo'lib turganda, Hazreti Ayso shogirdlarga "Anglab qo'yinglar, birisining sotqunligi bilan inson o'g'li
boshqalarning qo'liga topshirib berildi, dedi. Biroq ular bu so'zning ma'nosini tushunolmadi. Chunki buning ma'nosi qasddan yoshirilgan edi. Ular uningdan bu so'zning tegini so'rashqimi petin olmadi. Shogirdlar zodi kimning eng ulug' ekanligini o'zaro talash tortish qilishyotdi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazrati Ayso kichik bir bolani yenida turg'izib, shogirdlarga: "Kim meni deb bunda kichik bolani qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qarshi olsa, meni avatkuchini qarshi olgan bo'ladi. Oranglarda o'zini eng to'van tutqini Xudoning nazarida eng ulug' bo'ladi", dedi. Yuhanna Hazreti Aysoga: "Ustoz, sizning nomingiz bilan jillarni haydayotgan birsini ko'rdik. Lekin u bizga o'xshash sizga agashmaganligi uchun biz uni to'sdik", dedi. "Uni to'smanglar, chunki sizlarga qarshi turmaganlar sizlarni qo'llaganlardir", dedi Hazreti Ayso uningga. Hazreti Ayso o'lib, ondan tirilib, osmonga elib ketiladigan kunga oz qolganda Yerusalimga berishni qat'iy qaror qildi. Buning uchun u oldin odam avatdi. Ular Samariya o'lkasidagi bir yeziga kelib, Hazreti Aysoning kelishi uchun tayyorlik qilishga kirishdi. Biroq Samariyaliklar Hazreti Aysoni Yerusalimga ibodat qilishga bordi ekan deb qarshi olmadi. Uning shogirdlaridan Yoqub bilan Yuhanna bu ahvolni ko'rib: "Hey Rabbim, ularni ko'ydirib etish uchun osmondan o't yog'dirishni o'tinsak, qandoq deysiz?" dedi. Lekin Hazreti Ayso burilib, ularni aybladi. Ondan ular boshqa bir yeziga ketdi. Ular yo'lda ketayotganda bir kishi Hazreti Aysoga: "Siz qayerga bormang, men sizga ergishib boraman", dedi. Biroq Hazreti Ayso: "Tulkining o'nkiri, qushning uvisi bor. Biroq inson o'g'lining beshini qo'ygudek yerimi yo'q", dedi uningga. U yana boshqa bir kishiga: "Menga ergashgin", dedi. Biroq yilqi kishi bahona ko'rsatib: "Ustoz, otam o'lib, uni yalikli qo'yg'ichi kutib, ondan sizga ergashaychu", dedi. "O'lganlarni ruhiy o'liklar o'zlari yalik qo'ysin. Sen bo'lsang berib, Xudoning podshohligiga doir xush xabarni taqat", dedi Hazreti Ayso uningga. Yana birsi: "Hey ustoz, men sizga ergashmoqchiman. Biroq avval uyimga berib, uydagilar bilan xo'shishib kelay", dedi. Qo'sh haydab etib, to'xtamay kayniga qaraydigan odamdek, burunqi hayotinglardan mehringlarni uzamsanglar, Xudoga xizmat qilishga loyiq bo'lmaysizlar, dedi Hazreti Ayso uningga.